Hürmetli vatandaşlarım, lekşemizin devamını anlaysınlar. Narazılık bildirgüç halk her günü koçağa çıkıdı. Çünkü 4. yol bastırış hareketinden ibret alıdı. Hareketinin kölümü bargan sürü zoruydu. Belki kompartiya erbilerini işkselip narazılık körsetküçülerini yana bastırdı demek. 4. yol bastırışından ibret algan halk koçağa çıkıp medet bir işini herkes tutup koymaydı. Qarğanda dairələr ötken gedək çağrılarını қолынып, furalarını bastırıp ketelmeydi. Atalmış cungoçu endize, cungoçu sosyalizm allaqaçan tügeçti. Hazırki hakimiyet bir qatar mavcut eğer meselelerini bir taraf qilib ketelmedi. Şunu tüzüm içidimi dairələrinin xalq iradesiga moslashishni talab qiladigan sadalarning chiqishi turgan ekan. Bundaq kishilarni darhol xizmatdan bo'shatdi. Lekin tüzüm işçide yoşurunup yatkan köplügen vicdanlı kişiler derhal oturgu çıkıp avvalqılarının taleplerini aşkarı kollaydı. Demek hakimiyet işçinin okşaş bolmagan köz qaraşla ve sadala oturgu çıkıdı. Kanun pufralağı dal bulalmaydı. Devletinin bastırış maşinisi küçeden kalıdı. İki tarafının köz seliştirmesi özgürüş barlık geldi. Devletinin içi ve sırtındaki özgürlüğünü kolluğuç sadala, bastırışını kolluğuç sadaladan eşip gidiyor. Məlum bir mezgil Türk baştan köçürgenden keyin Amerika başçılığındaki Garp demokratizm lageri Cungo Kompartiyasının xalqning rayığı maslashishini talab qildi. Demokratik özgürlüğünün sadaları texmo küçüydü. Kompartiya arqa-arqadan düşmanga duch keldi. Vaziyat bargan siri kontrol qilolmaydigan dairəyə kelib qoldi. Bastırış devlet içi ve sırtının ayıpleşiga uchraydi. Bastırması vaziyat qo'ldan ketadi. Uzundan beri kompartiyanın tizginlishi ostida turgan Cungo matbuotlari bu qatam bu demokratik özgürlüğünü talab qilib bastırışga qarshi turdi. Bu sada nayt tez ardı putkul Cungo jamiyatining sadasiga aylanadi deydi Tang Beychao. Lekin Cundan hayda bu qisam huquq imtiyozliqlar boyvachchilar bir partiya hukmronligida ching turib huquq topshirishni rad qiladi. Balki yana bir qatam 4-iyun bastırishni talab qilib jari soladi. Bu vaqt yetganda Amerika hukumati qattiq ogohlantirish berib, agar 4-iyun bastırışı yana o'ylanadigan bo'lsa, Amerika bastırış o'yini yana o'ynaladigan bo'lsa, Amerika va ittifoqdoshlari yo'l qo'yishga bo'ladigan barliq choralarni qo'llanib, Cungo Kompartiyasini qo'rishavga oladi. Kompartiya bilan bo'lgan munosabatlarni to'xtatdi. Cungo xalqining qarshilik ko'rsatish harakatini qo'llaydi. Tak Kompartiya g'olab shukcha. Vaziyat qarshilik ko'rsatkichlarga foydali bo'ldi. Harakat jarayonida ulg'ib yetilgan qarshilik ko'rsatkichlar doiralarga vaqiraydi. Fuqarolarning talablariga javob qaytarishni talab qiladi. Demokratiyani yo'l qo'yishga va'da berishni, ideyalarni ozod qilish, cheklamalarni qo'yishga va'da berishni, barliq vijdonli siyosiy mahbuslarni turmadan qo'yishga va'da berishni talab qiladi. Biroq doiralar yana talab sinab beqishga urinib, qarshilik ko'rsatkichi kuchlar bilan davomli qarshilashib, bastirish, bo'lib parchalash usulini qo'llanadi. O'xshashli xalqaro jamiyatni o'zini setib olgan siyosatbozlarni o'rnidan dast turib, o'zini kompartiyani qo'llashni qo'lga keltirmoqchi bo'ladi. İki taraf bir mezgil elishish bosqichida turdi. Qarshilik ko'rsatkichilar katavaşlarni qarshilik ko'rsatkichi fuqarolarga murojaat qilib, har qaysi yerlik hukumatlarni egallashni o'rinlashtirdi. Qarshilik ko'rsatkichilar bilan hukumatning qarama-qarshiligi jiddiy o'rlaydi. Bu chog'i doiralar harbiy kuchni ishga solib bostirdi. Beijingda soqchi va harbiy qismlar qarshilik ko'rsatkichi fuqarolarga o'q chiqarib, qonliq vaqa paydo qildi. Bu ish butun mamlakat xalqining taxami jiddiy qarshilik ko'rsatishini keltirib chiqardi. Qarshilik ko'rsatkichilar Cundan Xayni butun mamlakatdagi partiya, hukumat organlarini qo'rishavga oldi. Har qaysi joylarda turishda harbiy qismlar zo'r ko'lamli qonliq to'qinishga aralashib qilishdan saqlanish uchun orqa-orqadan betaraf turish va fuqarolarning qarshilik ko'rsatish harakatini qo'llash to'g'risida bayonotlar e'lon qildi.
Amerika başçılığındaki demokratik devlet hükümetleri hem söz ibarelari qattiq bayonot e'lon qilib, birlashib, harakat qilib, Jungo Kompartiyasiga qattiq embargo siyosati yurgizdi. Janubiy Jungo rayoni fuqarolari Jungo cho'nqur ilhomlanib, har qaysi yerlik hukumatlarni va televiziya stansiyalarini tezlik bilan egallab, hech qanday qarshilikqa uchramaydi. Har qaysi o'lkalarda qarshilik ko'rsatuvchilar, rahbarlar televiziya va torbita orqali, radio orqali Kompartiyadan ayrilib, vaqtliq o'zi boshqarish hukumati qurganligi to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilib, balki vaqtliq o'tkinchi davr komiteti qurib, jiddiy davrdagi eng oliy huquq organi tashkillaydi. Jungo Kompartiyasi yuqori qatna vaziyatdan qo'ldan ketganligini ko'rib, atrofdagi urug' tuqqanlarning talabi va qudratli xalqaro bosim ostida Kompartiyani tarqitib etishni jakarlaydi. Huquq topshirishni rad qilgan, ommani bostirish qatnashgan Kompartiya a'zolarini bir-birlab qo'lga oladi. Demek bu yazılıbatkan maqalının özüge qarışınız vatandaşım. Ayni vaqtda madaniyat inqilobi deb Jungoda yuz bergan bir inqilob bo'lgan, shuning o'xshabroq turdi bu bir. Ikkinchisi andin Rossiyaniki bo'lib o'tgan voqealarni Tanbaychov apanda tasavvurga olib, ikkisini birlashtirib degidak Jungoda yaqin kelgusida mushundaq ish yuz berdi deb bugun hukm qilibdi. Buning endi davomi oxirgi birlikcha buning quloq solasizlar.